Andijon viloyati Buloqboshi tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli barcha umumta'lim maktablari hamda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishga kirmoqchi bo'lgan nomzodlarni test sinovlarida o'tkazish jarayonlari yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Men Hamidova Yurtdus, ingliz tili o'qituvchisi, Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan tashrif buyurdim. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining qaroriga asosan o'zimni ta'lim yo'nalishim bo'yicha ishga kirish uchun ariza topshirdim va bugun testga chaqirildim. Testdan yuqori natijani qo'lga kiritdim. Test jarayonlari shaffof darajada olib borilyapti. Juda ham sharoitlar yaxshi. Agar o'qituvchilar o'z ustida ishlasa, xohlagan ta'lim muassasalariga yuqori natijalarni ishga kirishlari mumkin.